Assalomu alaykum. Men Abdurasulova Dilrabo, Grand Medical klinikasida massaj bo'yicha 3 yillik mutaxassisman. Qaysi muammolarda qanday muolaja qo'llaniladi? Yuzdagi toshmalar, Kosmetik hijoma, matka opusheniya, osteopatiya, bel og'riqlari, nuqtali massaj, yuzdagi ajinlar, lifting massaj, eroziya sistit, vaginal zuluk qo'yish, enroz ya'ni tungi suyg'oqlik, fizioterapiya, zuluk qo'yish, tanadagi shishlar, limfa drenaj, grija protruziya, osteopatiya, manual terapiya, qorin osilishi, korrekta figura, cherepnoy davlena, zuluk qo'yish, qomat buzilishi, manual terapiya, osteopatiya, qon bosimi oshishi, hijoma, skolioz, manual terapiya, osteoxondroz, quruq massaj, asalli massaj, displaziya, ortopedik massaj.